Azizlar, bugun sizlar bilan biz tarixning eng muhim qismi bo'lmish davrlashtirish mavzusiga to'xtalib o'tamiz. Ya'ni davrlashtirish o'zi nima? Davrlashtirishni bilmasdan turib, abituriyent yoki mustaqil o'rganuvchilar tarixni yaxshi darajada o'rganisha olmaydi. Shu boisdan ham sizlar bilan biz tarixni davrlashtirib o'rganishimiz kerak. Xo'sh, o'zi tarix qanday davrlarga bo'linadi? Birinchi o'rinda qarab o'tishimiz kerak. Qadimgi dunyo tarixi, qadimgi dunyo tarixi insoniyat paydo bo'lganidan boshlab to 476-yil, ya'ni G'arbiy Rim imperiyasining qulaguniga qadar bo'lgan davrni o'sha qadimgi dunyo tarixi deb ataymiz. Bu davrda odamlarning ilk yashab o'tgan o'sha holati, ularning manzilgohlari, mashg'ulotlari haqida o'rganib chiqamiz. Tarix fanini onlayn Telegramda jonli darslar orqali o'rganing. Joylar soni cheklangan. Hozir ro'yxatdan o'ting va batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Bizda keyingisi o'sha qadimgi davrdan keyingi davrimiz bu O'rta asrlar tarixi hisoblanadi. O'rta asrlar tarixi bizda 5-15-asrlarni o'z ichiga oladi. O'rta asrlar tarixida biz ilk davlatlarning tashkil topishidan tortib, ularning o'sha rivojlanish darajasiga qarab ularga baho berib chiqish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Xususan, bizda bu davr 5-15-asrlarni o'z ichiga oladi. Bu davrni tarixchi olimlar yanada qulaylashtirish maqsadida ikki qismga bo'lib o'rganishni afzal bilishadi. Xo'sh, birinchi qismi o'sha ilk o'rta asrlar, ya'ni 5-11-asrlar, ikkinchi qismi esa 11-15, ya'ni rivojlangan qismi hisoblanadi. Har bitta qismning o'ziga xos xarakterli jihati bor va shu bilan biz shuni ajratib olish orqali siz bilan biz tarixni bemalol o'zimiz o'rganish imkoniga ega bo'lamiz. Bu davrning asosiy voqealariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu davrda davlatlar tashkil topadi. Tashkil topgan davlatlarning o'sha iqtisodiy, siyosiy holati, shuningdek ularda yashab o'tgan ilk o'sha gumanizm namoyandalari haqida bilib olamiz. Keyingi tarix esa bizda yangi davr tarixi hisoblanadi. Yangi davr tarixi bizda 16-asrdan to 1918-yil, ya'ni Birinchi jahon urushining yakuniga qadar bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Bu davrda xo'sh, nimalar ixtiro qilinibdi? Bu davrda buyuk geografik kashfiyotlar ixtiro qilinadi, bir qancha inqiloblar sodir bo'lib o'tadi va shu jihatlar bilan yangi davr boshqa qismlardan ajralib turadi. Xususan, yangi davrni ham o'rganishni qulaylashtirish maqsadida tarixchi olimlar buni ikki qismga bo'lib o'rganishni tavsiya qilishadi. Xususan, birinchi qismi o'sha 16-asr, ya'ni buyuk geografik kashfiyotlardan tortib 1789-yil, ya'ni Buyuk Fransuz burjua inqilobigacha bo'lgan davr. Ikkinchi davr esa o'sha Buyuk Fransuz burjua inqilobidan toki 1918-yil, ya'ni Birinchi jahon urushining yakuniga qadar bo'lgan davrga bo'lib o'rganishni tavsiya qilishadi. Bizda keyingi davr esa eng yangi davr tarixi hisoblanadi. Eng yangi davr tarixi 1918-yildan to hozirgi kungacha davom etib kelyapti. Ya'ni eng yangi davr tarixi hozir ham davom etib kelmoqda. Eng yangi davr tarixi da biz o'sha jahon urushlari, fan texnika inqilobi, bundan tashqari o'sha jahon urushlari oralig'ida sodir bo'lgan o'ziga xos siyosiy voqeliklar, xalqaro tashkilotlarning tuzilishi va xalqaro tashkilotlar tomonidan davlatlarga o'tkaziladigan ta'sir choralarini o'sha tarixning eng yangi davr qismida o'rganib chiqamiz. Buni ham tarixchi olimlar yanada qulaylashtirish maqsadida ikki qismga bo'lib o'rganishni tavsiya qilishadi. Ya'ni birinchi qism 1918-yildan toki Sovuq urushining yakuniga qadar, ikkinchi qismi esa Sovuq urushining yakunidan toki hozirga qadar. Bu ma'lumotlarni bilib olsangiz, siz bemalol testda, tarix milliy sertifikat testida yoki davlat test imtihonlarida 100% natija qayd etish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shu boisdan ham davrlashtirishni yaxshilab o'rganish maqsadga muvofiq bo'ladi.